aylantiramiz. O'sha haqiqiy chempionlar chiqadigan fermasiga keldik. Nimaga? Chempionni egasi bilan ko'rishib davrada. Imенно lokatsiyasini olib, yaqin 70 kilometr yurib keldikda o'sha fermasiga kelgan. Fermani ko'ramiz. Tailandda xorozlar qanaqa. Mana prosta tashqariga bizda ham yuradi, shu yerda kilitkaga olmaymiz. Shunaqa yurganlar bular. Bu yerda ferma ko'p, eng zo'ri shu ekanda. Qolgan fermalarni xo'roz bilan urushib ketmasligi uchun voyaga yetgan xorozlarni qamab oladi. Mana yerga qamab qo'yib, sal uzoqroqdan olib, setganchini ko'rsa YouTube bloklaydi. Men tushuntirib berib turaman. Bitta, o ichkarida ham ikkita turibdi. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta xo'roz turibdi. O ichkarida ham 7-8 ta turibdi. Shunaqa qapas, mashina boqar ekan bular xo'roz. Kilosi ham katta emas, 3 kilo, 3,5 kilo bular. Jangchi chiqsa chiqdi, bo'lmasa uchiruv deydi, shunaqa. Aslida salqin tushganda bu yerda havo issiq, hozir 38-35 dan yuqori havo, shuning uchun suv sevib sovutib turib, hali soat bizni soatga oladiganda kechki payt 4-5 daga salqinga chiqadi xo'rozlar. Bu hammasi kilitga. Kelaveradi sekin. Mana o'zi ushtirib, shuni sinab olish uchun qo'yadigan davrasi. Mana biz ko'ramiz TikToklarda. O'sha davra emas, tagiga qum solib qo'yibdi, suv sevib qo'yar ekan qumga. Endi o'rtacha xo'rozlari bitta ko'rgan kelajakda urushishi mumkin bo'lgan xo'rozlari mana yerda turadi. Setkan ichida xo'roz, yana ustida yana bitta setka, keyin yana bitta xo'roz qo'ygan. Aylanib, stol bir-biri bilan qo'shilmaslik uchun mana shunday sharoit qo'yganman. Bu yerda ham ko'p xo'rozlar. Bular o'rtacha, svetli xorozlar. Tushunyapsizlarmi? O'rtacha. Chempion chiqishi mumkin bo'lganlar. O'yda ikkita turibdi. Ko'rdinglar? Yaqin olib bormaysiz kamerani. Asosiy jangga tayyor xorozlar mana. Пожалуйста, ko'ringlar. Jangda mashinalar o'tadi. Bular jangga tayyorlar. Biz bittani boqib 20 kun bir oyda bittani chiqarib turamiz. Bu yerda kerak bo'lsa kuniga 5 ta tayyor bo'lishi ham mumkin. Shunaqa. Bular oyog'iga pichoq baylanmaydi. Pramo o'zini urushtiradigan xorozlar mana shular. Xorozlarni ham uzoqroqdan bitta ko'rsatib qo'yib, uzoqroqdan turib. Ko'rsinlar odam. Mana yerda ol uzoqroqdan ichkarini, qo'lni. Kechagi chempionni ko'rsatmadi, tayyorda xonasiga olib kirib qo'ygan shekilli. Mana birinchida turgani, mana 3-qatordan 3-da turgani turibdi. Shu ikkalasi sherik ekan, shu kechagi chempion bular. Shuni Xantana makonidan xudo xolasa olib ikkita jo'natamiz Qozog'istonlik vrachkaga pul tushirib bergan bitta bola. Samolyotdan ko'ra cheres kemada yaxshi ketadi deyapti tovuq. Puli ham arzon bo'lar ekan kech. Qozog'istonga u yetib borsa inshaalloh keyin o'zimizga olinganlarini o'sha tomondan o'sha qozog'istonlik bolaga jo'nataman. Bizga O'zbekka Qozoq orqali olib kirib ketamiz, xudo xolasa. Tuxumlarni prama olib ketamiz inshaalloh. Bunaqa fermalardan yana ko'ramiz. Ko'rdik ham juda ko'pini. Ko'rib 3 kishimiz 50 tadan bo'lganda ham tali chamadonli klitkasi 50 talida, to'g'ri? 50 tadan bo'lganda ham 3 kishi 150 ta tuxum olib ketamiz. Endi menga asosan hozir yoqqani mana chempionlar Xantana makionchalari bor ekan. Bu tashqarida yuribdi. Qop qorasidan inshaalloh bitta. Bizda O'zbekistonda trend rangi bo'layapti. Shokolad svet deydi. Shunaqasidan bitta. Makionlar kichkina, lekin bollarini hozir men sizlarga ko'rsatgan xorozlarni 4 kilo 200 xorozlar. Bu oq-oqlari kerak emas. Chunki men o'zim oqqon bilan qiziqmayman. Shuning uchun qora qizillardan tanladim. Yo'q. Bularga har bitta so'zni ham telefonda cheres gapirib, tarjima qilib, shunaqa qilib tushuntiryapmiz-da, qiynalib ketdi. Bu o'zining ishlari bilan band. Buni pulini berilsa, tuxum desa bo'ldi. Brat. Mana shu odam yig'adi tuxumni. O'zbekiston. Mana shu odam yig'ib, hammamizga inshaalloh buni nomerini olib, telegramlarni saqlanib qildi telefonga. Jo'natish yo'llarini ham tushuntirdi, oson yo'lini.
ki davchi xo'rozlari yaxshi bo'lsa, pramo shu yerdan olib turamiz, tuxumlarni. Mana shu fermadan. Bunaqa fermadan adashmasam o'nlab ko'rdik-a. Hozir tovuqlarni, vakollarni ham ko'rsataman. Vakollarni qo'yib yuboraman bu yerda bemalol. Tashqarida yurar ekan. Ha, tuxumga kelganda o qara oralardan xo'rozlarni qo'ygan. Tuxumga kelganda yana olib kirib olib qo'shar ekanda, bizga xuddi bizga o'xshab tuxumga kelguncha ana bittasi yuribdi. Nakiyonchasi ko'rding? Mana qolganlari bag'ida yuribdi. Shopir ovqatlanib olyapti. Tailand. Thailand, welcome. Tailand. Thailand, welcome to Thailand. O'zbekiston. Mana nakiyonchalar yuribdi. O sariq manaqalari yoqmadi. Qorasidan olamiz, qop qorasidan. Bu fermasini orqasida turibdi, telefonga qanaqadir. No deyapti, telefon olib kirsa kirma. Telefon bilan tovuqlar qo'qadi deyapti. Bular ham bizga o'xshab har xil kasalliklardan qo'rqar ekanda. Odam kirsa deyapti, kasal bo'lsa davolash qimmat turadi bu yerda deyapti. Xo'rozlarni. Yashaydigan uyi mana ekan xo'rozbozda. Ana shu uyda yashaydi. Mana shu tovuqlar. Inshaalloh